Sen beni oilamdan ayırding. Hayotimni parokanda qilding. Lekin bir kun kelib bundan xor holatga tushmasang, rozi emasman. Iflos. Dada, donorligiga faqat men arziyman. Men siz haqiqiy o'g'lingizman. Men beraman, mana sizga asrab yuribman. Mariyaga shukr. Doktor keldi. Doktor, men qarang, men donor bo'lishga ko'proq loyiqman, to'g'rimi? O'zingiz ayting, men bunga talashib yotibman. Men sportchiman. Meniki ko'proq chop, to'g'rimi? Namcha talashdinglar. Kimma analizi yaxshi chiqsa, o'sha donor bo'ladi. Xo'sh, doktor, javobi nima bo'ldi? Otaxon analizni 3 marta qayta tekshirdi. Lekin DNK test qilishga majbur bo'ldik. Meni kechirasiz. Ikkala farzandingiz ham biologik otasi emas ekansiz. Lekin bir kun kelib bundan xor holatga tushmasang, rozi emasman.